Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan Greta Dilasa. Xo'p do'stlar, bugungi videoroligimizda Dilasa bizga 2025-yilning yil tarkibini taqdim etishmoqchi. Bularning statistikasini birgalikda siz bilan eskisi va yangisini ko'rib obzor qilib chiqamiz. Qani unda boshladik. Birinchi futbolchimiz Vitinha PSJning dahshatli yarim himoyachisi. Buning eski statistikasini ham ekranga qo'yaman hozir. Mana default kartasidan ko'rishingiz mumkin. Tezliklari 3+ dan oshgan, tezlanishi 1+, staminasi esa 3+ ga oshgan, koni 1+ ga oshgan, pasi 2+, shoti esa 3+ ga, to'pni olib qo'yish esa 1+ ga. Anchagina bularda o'zgarish katta. Xo'p do'stlar, endi ikkinchi futbolchiga o'tamiz. Nuno Mendes chap qanotning eng kuchli himoyachisi bo'lib ulgurgan +26dagi va buni ham eski kartasini, default kartasini ko'rsataman hozir ekranga. Tezliklari joyida qolgan ekan, tezlanishi 2+ oshgan, staminasi 85 bo'lgan 3+, keyin kon to'pni boshqarish 82 bo'lgan 1+ oshgan, pasi ham 1+ ga oshgan, shoti 1+ ga oshgan, to'pni olib qo'yish ham 1+ ga oshgan. Unchalik katta o'zgarish yo'q. Nuno Mendesda Vitinhachalik katta o'zgarish yo'q. Xo'p, endi keyingi futbolchiga o'tamiz. 2025-yilning eng yaxshi darvozaboni Donnarumma. Xo'p, buni ham eski kartasini ekranga chiqarib qo'yaman hozir. Darvozabonda katta o'zgarish bo'lmasa kerak deganimda adashibman. Tezligi oshgan, tezlanishi oshgan, GKRS 2+ ga oshgan, keyin GKHS 2+ ga oshgan. Bunda ham o'zgarish katta. Menimcha 86-darajadagisi yaxshiroq tursa kerak. Balkim 11+ ham kuchayishi mumkin. Xo'p, bizga darvozabon unchalik qiziq bo'lmaydi. Keyingi futbolchiga o'tamiz. Ashraf Hakimi dahshatli reytingga ega bo'lgan 86 reytingli o'ng qanot himoyachisi. Buni ham eski reytingini qo'yaman. Eski default kartasini qo'yaman. Eski emas, ya'ni default kartasini ekranga chiqaraman. Default kartasida ham tezliklari o'zgarmagan. Tezlanishi 2+ ga oshgan, staminasi o'zgarmagan, stresi 70 bo'lgan, 1+ oshgan, koni 1+ oshgan, pasi 1+ ga oshgan, shoti ham 1+ ga oshgan. Xo'p, to'pni olib qo'yish 2+ ga oshgan. Unchalik o'zgarish yo'q. Hakimida ham keyingi futbolchiga o'tamiz. Kylian Mbappe, Real muxlislari like bosib qo'yamiz. Xo'p, buni ham default kartasini ekranga chiqaraman. Xo'p, tezlanish 1+ dan oshgan, staminasi joyida, stresi 1+ oshgan, to'pni boshqarishi 1+ oshgan, pas joyida, shot 1+ oshgan, to'pni olib qo'yish 32 bo'lgan. Unchalik o'zgarish yo'q Mbappe'da ham, lekin sezilarli o'zgarish bo'lmaydi. Pedri, Barselona muxlislari ham videoga bitta like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Buni ham default kartasini hozir ekranga chiqaraman. Tezliklari oshmagan, tezlanishi 1+ ga oshgan, staminasi ham 2+ ga oshgan, stresi 1+ ga oshibdi. To'pni boshqarishi 3+ ga oshgan, pas 2+ ga oshgan, shoti 3+ oshgan va stresi esa taki esa 3+ ga 4+ ga oshgan. Bunda o'zgarish jiddiy ham katta. Pedrida dahshatli reytingga ega bo'lgan. Keyingi futbolchiga o'tamiz endi. Xo'p, Harry Kane. Buni ham statistikalarni ko'rib olishingiz mumkin. Bu ham rekord reytingga chiqadi Dilasada. Buni ham default kartasini qo'yaman. Keyin jinni bo'lib turaman, lekin tezligi 3+ oshgan, tezlanishi 5+ oshgan, staminasi 2+ oshgan, stresi 1+ oshgan, to'pni boshqarishi 3+ oshgan, pasi 2+, shoti esa 1+ ga tushib qolgan, lekin taki 1+ ga oshgan. Dahshatli reytingda keyin ham anchagina o'zgargan. Va keyingi futbolchi oltin to'p sohibi Usmon Dembele. Buni qarang, hamma narsasi 90lik oshib ketgan. Даже 90 emas, 91, 92, 93 bo'lib. Hop, default kartasini ekranga chiqaraman.
Tezligi 2+ oshgan, tezlanishi 1+ oshgan, staminasi 2+, stresi 2+, to'pni boshqarishi 1+, passi 2+, shoti 2+, taki esa 3+ oshgan. Judayam o'zgarish katta. Buni olish shart. Olishga 100% arziydi Usmon Dembele. Bundan 6+ chiqarmaslikda iloji yo'q. Defaultlarni ham iloji yo'q, lekin ilojini qilsa bo'ladi. Navbatdagi o'yinchimiz Arsenalning himoyachisi Gabriel Magalhaes. Buni ham default kartasini ekranga chiqazaman. Keyingi futbolchimizda esa Gabriel esa tezligi 2+ oshgan, tezlanishi 2+ oshgan, staminasi 1+ ga, ikkinchi qavati 1+ ga oshgan, kon 2+, pas 2+, shot 2+, va to'p qo'yish esa 1+ ga oshgan. Bu ham eng kuchli himoyachiga aylanar ekan-da. Xo'p do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Sizga qaysi biri yoqqanini kommentariyaga yozib qo'yasizlar degan umiddaman. Barchangizga rahmat, hammaga xayr.